DC olami, Joker va Batman bir-biriga nisbatan umuman boshqa xarakterlarga ega bo'lgan, lekin doimo bir-birini to'ldirib turuvchi yovuz va qahramon. Ammo sizlarga ular orasida oddiy dushmanlikdan da yaqinroq munosabat bor desam ishonasizlarmi? Masalan, aka-ukalik. Ha, siz to'g'ri eshitdingiz. Ular aka-uka. Lekin qanday? Bugungi video orqali aynan shu savolga javob olamiz. Va siz obuna bo'ling, men esa videoni boshladim. Oldin ularning munosabatiga biroz to'xtalib o'tsak. Ular bir-birini hech qachon yoqtirishmagan, xuddi imkon bo'lishi bilan bir-birini o'ldirib qo'yadigandek. Lekin menimcha unday emas, chunki ularning munosabati boshqacha. Joker Dark Knight filmida Batmanga aniq qilib aytgan: "Men seni o'ldirishni xohlamayman. Agar sen o'lsang, mening hazillarim ham tugaydi. Uning o'rniga men seni insonligingni, asosiy prinsipingni sindirishni xohlayman." Nega meni o'ldirmoqchisan? Men seni o'ldirmoqchi emasman. Sensiz hayotimning nima qizig'i bor? Mayda og'u furushlarni qirib yuramanmi? Yo'q. Yo'q sen menga ilhom bag'ishlaysan. Bu shuni anglatadiki, Joker uchun Batman uning shunchaki sevimli qo'g'irchog'i. Joker qanchalik uni asabiylashtirsa, yomon ishlarga undasa shunchalik zavq oladi. Joker uni odam o'ldirishga majburlashni xohlaydi. Hattoki bu uchun o'zini qurbon qilishga, Batman uchun nishon bo'lishga ham tayyor. Batman esa buni qilishni xohlamaydi. Ya'ni u Jokerning hiylasiga uchib, u sevgan yoki rohatlangan zavqini unga berishni xohlamaydi. Joker qanchalik yovuzlik qilsa ham, Batmanning yaqinlarini o'ldirsa ham u Jokerni o'ldira olmaydi. Buning asosiy sababi boya aytganimdek, Jokerga xohlaganini bermoqchi emas. Lekin agar Batman uni o'ldirishni chin dildan xohlaganida, Jokerni bir burchakka olib ketib, hech kim yo'q joylarda o'ldirib yuborish ham mumkin edi. Ammo u buni qilmadi. Masalan, Dark Knight filmida Batman katta tezlikda umuman qurollarsiz bo'lgan Jokerga qarata kelayotgan edi. Bu holatda uni osongina o'ldira olardi. Lekin bu ishni qilish o'rniga u Batmobilning rolini burish orqali Jokerni qutqarib qoldi va o'zini jarohatladi. Urib ket meni! Mening fikrimcha, oddiy dushman uchun hech kim bu ishni qilmaydi. Ha, biz shunchaki ularni tuyg'ular orqali bog'lab, aka-uka qilib qo'ymoqchi emasmiz. Bizga aniq dalillar kerak. Bu uchun esa 2019-yildagi Todd Phillips rejissyorlik qilgan va Joaquin Phoenix bosh rolni o'ynagan Joker filmini sinchkilab ko'rib chiqishimiz kerak. Filmda Jokerning, ya'ni Arthurning onasi Penny Phoenix unga sening otang Thomas Wayne deya juda ko'p bora ta'kidlagan. Hatto bu uchun filmda hujjatlar ham mavjud. Joker esa otasi Thomas Wayne bilan uchrashishga bir necha bor harakat qilgan. Garchi Thomas Wayne tan olmagan bo'lsa-da, filmda bunga dalillar yetarlicha. Hattoki Google ham buni tasdiqlab turibdi. Agar bilsangiz, Batman, ya'ni Bruce Waynening otasi ham Thomas Wayne. Demak, filmda ular rostdan ham aka-uka qilib ko'rsatilgan. Bu gaplar esa shunchaki quruq safsata emas. Ya'ni bundan 6 yil oldin bu ma'lumotlarni Yes Uzbi kanali ham tasdiqlagan. Thomas Wayne Jokerning ham otasi ekanligi kelib chiqadi. Demak, Joker va Batman aka-uka. Joker hattoki Thomas Wayne'ni qidirib uyiga borgan va u yerda yosh Bruce Wayne'ni uchratgan. Film oxirida esa xuddi Batman filmlarining boshlanish nuqtasida sodir bo'lganidek, uning ota-onasi noma'lum shaxs tomonidan otib o'ldiriladi. Ammo bu olamda Bruce Wayne Batmanga aylanganida Joker bilan to'qnash kelmas ekan, chunki filmda allaqachon Joker 40 yoshdan oshgan. Bruce Wayne esa bu paytda 12 yoki 14 yoshlar atrofida ko'rinmoqda. Agar u 25 yoshida Batman libosini kiyadi degan taqdirda ham, Joker bu paytlarda 60 yoshdan oshgan bo'ladi va bu holda u Batman bilan jang qilishga qarorlik qiladi. Komikslarning birida ham ular aka-uka sifatida ko'rsatilgan va bir uyda katta bo'lishgan. Faqat ota-onalarining o'limidan so'ng Bruce o'zida kuch to'plab shaharni shundaylardan himoya qilishim kerak degan holda Batmanga aylangan. Joker, ya'ni Oscar White Wayne esa ota-onasining o'limini ko'tara olmay aqldan ozgan ekan va Jokerga aylangan. Boshqa bir komikslarda esa Joker Batmanni o'ldirishga muvaffaq bo'lgan. Lois Lane esa uning kimligini ommaga efirlarda oshkor qilgan. Keyin shahar aholisi u uchun katta motam marosimini uyushtirgan. Joker ham yashirincha boradi. O'ziga katta portlash uyushtirish uchun yetarlicha bombalar o'rnatilgan holda u bu ishlarni faqatgina Batmanni hayron qoldirish uchun qilayotgan ekan. Usiz bu narsalarni Jokerga qizig'i bo'lmay qoladi. Shu bilan Joker ketadi va hech qachon qaytib kelmaydi. Ammo bir narsani ham bilib qo'yishingizni xohlardim. Yangilangan DC olamida allaqachon Joker ham, Batman ham bor, lekin James Gunn ularni aka-uka sifatida ko'rsatadimi yoki yo'q, bu hali aniq emas va katta ehtimol bilan yo'q. Chunki birinchidan James Gunn olamidagi Batman filmida Joker Batmanga qaraganda anchagina yoshroq ko'rinmoqda.
hamda ular aka-uka deb keltirilgan ma'lumotli komikslar ham juda kam. Ular har doim ham aka-uka deb keltirilmagan. Ularda bunga juda yaqin bo'lgan munosabatlar bor, ammo komikslarda bu juda ochiq va aniq dalillar bilan ko'rsatilmagan. Filmlarda ham faqatgina 2019-yildagi Joker filmida bu juda aniq oshkor qilingan, ammo bu ham umuman boshqa olam va boshqa rejissyorlik ishi. Aytmoqchimanki, yangi DC olamida ularni aka-uka sifatida ko'rmasangiz xafa bo'lib o'tirmang. Bu video esa shunchaki bilib qo'yganingiz yaxshi degan ma'noda tayyorlandi. Mayli, bugunga yetar. Video sizlarga manzur keldi degan umiddaman. Shu sababli bizni qo'llab-quvvatlagan holda videoga like bosib, kanalimiz rivoji uchun obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Sizlar bilan Kinotoym bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.